Mendan har doim sizdan zo'r hid keladi, atirizni nomi nima deb so'rashadi va bugun men sizlarga bir-ikkita o'zimni девичий sekretlarim bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi navbatda men kiyimlarimni har doim Vernel va Ariel'ni mana bu sodasi bilan yuvaman. Kombo bo'lib ajoyib hid hosil qiladi. Qayergadir borishdan oldin har doim dush qabul qilib chiqaman va dushdan keyin badanimga krem suraman. Victoria's Secret va Bath and Body Works'ning kremlarini juda yoqtiraman. Atirlarimni ham kombo qilib ishlataman. Oldin mist sepaman, undan keyin esa duxi tochkaliga nanasis qilaman. Ya'ni qulog'imning orqasiga, tomog'imga va qo'llarimni puls bo'ladigan joylariga. Undan tashqari har doim yonimda kichkina tubikda o'zim yoqtirgan kremdan olib yuraman. Qo'limni yuvib chiqqandan keyin qo'limga va qulog'imning orqasiga surtaman. Sochlarimni ham unutmayman. Tarog'imni olib o'zim yoqtirgan mistni sepib olaman deb uni tarab chiqaman. Va qarabsizki, sochlarimdan ham ajoyib hid taralib turadi. Agar sizda ham qanaqadir usullari bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq, o'qib birgalikda foydalanib ko'ramiz. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha